هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، وأخلص نيتي دوما لرب واحد ديان بروح ملؤها طهر. Sure Hac tefsiri 26. ayetten başlayıp okuyumuz inşallah. Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve selam ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Tüvendi dehtanlığa İbn Ketir Rahimullah'ın Kur'an-ı Kerim tefsiri Uygurca tercümesi Hac suresi 26. ayetinden başlayıp okuyumuz inşallah. Ba'de euzu billahi mineşşeytanirracim. Öz vaqtida İbrahimga Beytullah'ın ornunu tayinlab berdik. Onunğa aytdikki, "Manga hiç nesini şerik keltirmegin. Tavop qilg'uchilarga, qiyam qilg'uchilarga, ruku qilg'uchilarga, sajda qilg'uchilarga mening uyimni pok qilgin." Kishilarning orasida ularni hajga chaqirib nido qilgin. Ular piyoda va Oruq tögüləgi minib kelidi. Oruq tögülə yiroq yo'llarni besib kelidi. Kabe'nin selinganlığı və kişilərinin həcgi çağırılganlığı. Öz vaqtida İbrahimga Beytullah'ın ornunu tayinlab berdik. Onunğa aytdik ki, "Manga hiç narsani şerik keltirmegin. Tavop qilg'uchilarga, qiyam qilg'uchilarga, ruku qilg'uchilarga, sajda qilg'uchilarga mening uyimni pok qilgin." Allah Teala bu ayette birinci günüden başlapla Allah Teala'nı bir de biliş akidisi ve şirki yok, bir Allah Teala'ga ibadet kılış üstüge kurulgan pak bir zamanda Allah Teala'dan başkasına ibadet kılıp Allah Teala'ga şirk keltirgenlerini eyüpledi ve tenkitledi. Ondan İbrahim Aleyhisselam'ın Kabe'ni selişi için onunğa Kabe'nin ornunu köstüp koyganlıqını ve onunğa Kabe'ni seliş işini tapşırıp Kabe'ni selişke ruhsat bergenlikini bayan kıldı. Kabe'ni en avval salgan kişi İbrahim Aleyhisselam'dır. İbrahim Aleyhisselam'dan burun Kabe selinmegan idi. Deydiğen köp sandaki alimler Kabe'ni en avval salgan kişinin İbrahim Aleyhisselam ikenlikiga yuqoridagi ayetini delil qilib keltirdi. İmam Bukhari ve Müslim Abu Dar radiyallahu anhu'nun bu vaqtda mundaq deganligini rivoyat qiladi. Men Peygamber Aleyhisselam'dan: "Ey Allah'ın peygamberi, qaysi masjid en avval silingan?" deb so'radim. Peygamber Aleyhisselam Haram masjidi avval silingan deb javob berdi. Men ondan qaysi masjid silingan deb so'radim. Peygamber Aleyhisselam Aqsa masjidi deb javob berdi. Men o iki mescidin aralıqında qanchalik vaqt var deb so'radim. Peygamber Aleyhisselam ikisinin aralıqında 40 yıl var, yani Aqsa mescidi Haram mescididan 40 yıl keyin selingan deb javob berdi. Allah Teala yeryüzündeki mescidlerinin içinde Haram mescidinin en avval selinganlığı haqida mundaq dedi. Hakikaten insanlığa ibadet için tuncu selingan öy, yani Beytullah Mekke'dedir. Mübarektir. Cihan ehlige hidayettir. Onunda uçuk alametler var ki Makam-ı İbrahim şularning biri. Beytullah'a kirgen adam emin boludu. Qadir bolalıgan kişilerinin Allah için Kabe'ni ziyaret kılışı ulağı farz kılındı. Kim ki inkar kılıdiken, yani hacni terk etediken zini özüge. Şüphesiz ki Allah ehli cahandan, yani ulanın ibadetinden behacettir. İbrahim bilen İsmail'a öyümni, yani Kabe'mni tavap kılgıçıla, etikapga o'ltirg'uchilar, ruku qilg'uchilar, sajda qilg'uchilar uchun pok tutishni buyurdik. Öz vaqtida İbrahimga Beytullah'ның o'rnini tayinlab berdik. Onunğa aytdikki,
Bana hiç narsani shirk keltirmagin. Ya'ni ey İbrahim, sen Ka'bani mening nomim qilib qurgin. Mening uyimni pok qilgin. Qatada va Mujahid bu oyatning ma'nosi haqida mening uyimni shirkdan pok qilgin deganlikdir dedi. Tavob qilg'uchilarga, qiyom qilg'uchilarga, ruku qilg'uchilarga, sajda qilg'uchilarga mening uyimni pok qilgin. Ya'ni sen mening uyimni shirki yo'q, bir Allohga ibodat qiladigan kishilarga shirkdak narsalardan pok qilgin. Tavob bo'lsa, hammaga ma'lum bo'lgan Ka'baning qishidan boshqa yerda qilg'ili bo'lmaydigan bir ibodatdir. Oyatdagi qiyam qilg'uchilarga degan so'zdan namozning qiyomida turg'uchilar ko'z tutiladi. Shunga Alloh taolo uning keyinda ruku qilg'uchilarga, sajda qilg'uchilarga deb bayon qildi. Alloh taolo bu oyatda tavob qilish bilan namoz o'qishni bir yerga keltirdi. Chunki bu ikki ibodatning ado qilinishi Ka'ba bilan bog'lanishliqdir. Ya'ni tavob Ka'baning qishidan boshlab tavob Ka'baning qishidan boshqa yerda ado qilinmaydi. Ammo namozga kelsak, qiblaning qaysi tarafda ekanligini bilolmagan chaqda o'qigan yoki urush qilayotgan chaqda o'qigan namozlarni va yoki safarda ketib yetib o'qigan nafl namozlarni hisobga olmaganda namoz o'qiganda cho'qim qiblaga yuz keltirish lozim. Agar namoz o'qiganda qiblaga yuz keltirilmasa, namoz ado qilingan bo'lmaydi. Kishilarning orasida ularni hajga chaqirib nido qilgan. Ya'ni kishilarni men seni selishga buyurgan bu Ka'bani haj qilishga buyurib, ularning orasida chaqiriq elib borgan. Rivoyat qilinishicha İbrahim alayhisalom: "Ey Rabbim, ovozim hamma kishilarga yetmasa, kishilarga bu chaqiriqimni qanday yetkazaman?" dedi. Alloh taolo: "Sen chaqirgin, uni yetkazish bizning ustimizga" dedi. İbrahim alayhisalom o'rnida turibla: "Ey insanlar, Rabbinglar haqiqatan ibodat uchun bir uy soldirdi. Sizlar u uyni haj qilish uchun kelinglar" deb to'ladi. Shuning bilan tog'lar paslitilib berildi. İbrahim alayhisalomning ovozi zaminning hamma taraflariga yangrab ketdi. Hatto onalarining qo'sig'idagi tek tug'ilmagan to'ralmalar va otalarining pushtidagi insonning nasllarimi bu ovozni angladi. İbrahim alayhisalomning bu chaqiriqini anglagan barliq tog'lar, toshlar, chamma kesaklar, seg'iz to'pilar, dal-daraxtlar va Alloh taolo haj qiladi deb qiyomat kunigacha yezib o'tgan kishilarning hammasi labbayk Allohumma labbayk deb javob qaytardi. La ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh. Bu İbn Abbas radıyallahu anhuma, Mujahid, Ekrime, Sa'id ibn Jubayr ve başka salaf alimlerden muş doğrusu kılınan rivayetlerinin mazmunudur. Subhanallah. Ula piyade ve oruq tögülegi minip kilidi. Qadir bolalaydigan kişi üçün hajga piyade kelish ulaqqa minib kelgandan yaxshi deb qaraydigan olimlar o'zlarining qarashiga bu oyatni dalil qilib keltirdi. Chunki Alloh taolo oyatda hajga piyoda kelguchini uruq to'gilarga minib kelguchidan burun keltirdi. Bu hajga piyoda berishning yaxshi ekanligini ko'rsatib berdi deydi. Abu Halhala İbn Abbas radıyallahu anhumanın men hajni mengib berib qilmaganligimga pushaymon qilgandek birer narsaga pushaymon qilmadim. Chunki Alloh taolo ular piyoda keldi dedi deganligini rivoyat qildi.
Lekin ko'p sondagi olimlar payg'ambar alayhissalomga ergishish yuzidan hajga uloqqa minib kelish yaxshidir. Chunki payg'ambar alayhissalom hajga piyoda kelishga qodir turug'liqmi, uloqqa minib kelgan deydi. Uruq tugila yiroq yo'llarni besib keladi. Bu oyatning ma'nosi Allah Teala'nın İbrahim aleyhisselamның tiligen duasından xabar bergen munu ayetinin ma'nosiga o'xshashdir. Rabbimiz bir qism kishilarning dillarini ularga moyil qilgan. Şuna her bir musulmonning birdan bir arzusi Ka'bani ko'rish va uning atrofini tavob qilishdir va şuna Ka'baga kishilar dunyoning hamma joylaridan kelishidir. Kishilar o'zlariga tegishli bo'lgan diniy va dunyoviy manfaatlarni ko'rsin. Belgilengen kunlarda, ya'ni qurbonlik kunlarida Alloh ularga rizq qilib bergan chorva mollarni, ya'ni to'yga, qo'y, o'chkilarni Allohning ne'matlariga shukr qilish yuzidan Allohning ismini aytib qurbonlik qilsin. Sizlar qurbonliqlarning go'shidan yenglar. Muhtojga, faqirga beringlar. Ondan ular kirlerini tazlasın. Yani ihramdan çıkkandan keyin çaşlarını, tırnaqlarını alsın. Öz üstüge ağan ibadetlerini ada kılsın. Kademi beyt, yani Beytullah'ını tavaf kılsın. Həcdə dünya və ahiret mənfəətlərinin bağlıq. Kişilər özlərə tegishlik bo'lgan dini və dunyoviy mənfəətlərini görsün. İbn Abbas radiyallahu anhuma bu ayet haqqında mundaq dedi. Bu mənfəətlərdən dünya və ahiretning mənfəətləri ko'z tutildi. Ahiretning mənfəətləri bo'lsa, hac qilgan kishining Alloh taolaning roziligiga erishishidir. Dunyoning mənfəətləri bo'lsa, hacılarning haremde qurbonlik qilingan to'yga, kala ve qo'ylarning go'shtlaridan yeyishlari ve ticaret qilib pul tepishlaridir. Mujahid ve boshqalarmu o manfaatlardan dünya ve ahiretning manfaatlari ko'z tutildi dedi. Allah Teala haremge haj qilg'ili borgan kishining haremde ticaret qilishini niyat qilsa, onunla hiç günah bulmaydıqanlıq haqqında mundaq dedi. Rabbinlardan hac mavsumida ticaret ve başqa ovqat orqali rizq talab qilsanglar, sizlarga hech gunoh bo'lmaydi. Belgilengen kunlarda, ya'ni qurbonlik kunlarida Allah ularga rizq qilib bergan chorva mollarni, ya'ni to'yga, qo'y, o'chkilarni Allah'ın nimetlerine şükür qilish yuzidan Allah'ın ismini aytib qurbonlik qilsin. Şa'bi ve Haşim İbn Abbas radiyallahu anhumaning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Belgilengen kunlar bo'lsa, Zulhajja oyining avvalgi 10 kunidir. Belgilengen kunlarning shu kunlar ekanligini İmam Buxoriy jazmlashtirdi. Abu Musa Ash'ari, Mücahid, Qatada, Ata, Sa'id ibn Jubayr, Hasan, Zahhak, Ata Khurasan ve İbrahim Naxai qatorliqlardan mu shuningdek rivoyat qilindi. İmam Buxoriy İbn Abbas radiyallahu anhumaning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Payg'ambar alayhissalom boshqa kunlarda qilgan amal ibodatlar bu kunlarda qilgan amal ibodatlardan ortiq tura olmaydi dedi. Sahabeler. Allah Teala'nın yolunda qilgan cihat mı artıq turalmamdı dedi. Peygamber aleyhisselam. Allah Teala'nın yolunda qilgan cihat mı artıq turalmaydı. Lekin cihatga chiqib o'zi şehit qilingan, etimi o'ldirilgan ve hamma narsasini cihat yolida yo'qotgan kishining qilgan jihadi bu kunlarda qilgan amal ibodatlardan ortiq turdi dedi. La ilahe illalloh Muhammed Resulullah. İmam Ahmed İbn Ömer radiyallahu anhu'dan Peygamber aleyhisselamның mundaq deganligini rivoyat qildi.
Kunlarning ichida Alloh taolaning dargohida amal ibodatlar ortiq turadigan va mushu 10 kundek yaxshi ko'rinadigan kunlar yo'q. Shunga u kunlarda la ilaha illalloh Allohu akbar velhamdülillah lani ko'p denglar. Şuna o günlerde la ilahe illallah Allahu ekber ve elhamdülillahni lani köp denglar. İmam Bukhari mundaq rivayet kıldı. Zulhacce ayının avvalki 10 günüde İbn Ömer bilen Ebu Hureyre radıyallahu anhuma bazağa çıkıp Allahu ekber deb tekbir aytatdi. Başka kişilermi o ikisinin tekbiriga ergişip tekbir aytishatdi. La havle ve la kuvvete illa billah. Bu 10 kunning ichiga Arafat kunimi kirdi. İmam Muslim Abu Qatadaning Arafat kuni to'g'risida mundaq deganligini rivoyat qiladi. Payg'ambar alayhisalomdan Arafat kunida ro'za tutishning hukmi to'g'riliq so'ralganda Payg'ambar alayhisalom men Alloh taolo ro'za tutquchining u kunda ro'za tutganligi uchun o'tib ketgan bir yilning va keladigan yana bir yilning kichik gunohlarini kechirib yetadi deb o'ylayman dedi. U 10 kunning ichiga hajning eng cho'ng kuni hisoblanadi. U 10 kunning ichiga hajning eng cho'ng kuni hisoblanadigan hayitning birinchi kunimi kirdi. Bu kun to'g'risida hadisda mundaq bayon qilindi. Hayitning birinchi kuni Allohning dargohidagi eng ulug' kundir. Sizlar qurbonliqinglarning go'shidan yenglar. Muhtojga, faqirga beringlar. Bu vaqtda hadisda mundaq bayon qilindi. Payg'ambar alayhisalom qurbonlik qilish uchun hajga elib kelgan melini o'ltirgan chaqda har bir to'gidan birer parchadan go'sht pishirishga buyurdi. Payg'ambar alayhisalom u go'shtni yeydi va sho'rpisidan ichdi. Husayndan Mujahidning sizlar qurbonliqinglarning go'shidan yenglar degan oyatidagi yenglar degan buyruq xuddi Alloh taolaning ihromdan chiqqan chaqinglarda shikar qilsanglar bo'ladi. Namoz o'qilib bo'lganda, ya'ni namozdan farig' bo'lganinglardan keyin ziminga tarilib degan oyatlardagi shikar qilsanglar bo'ladi deb kelgan buyruqlarga o'xshaydi deganligini rivoyat qildi. Ibn Jarir bu rivoyatni to'g'ri deb qaradi. Muhtojga, faqirga beringlar. Ikrima bu oyatning ma'nosi haqida mundaq dedi. U faqirligi ko'rilib turadigan hojatmand kishidir va ishbatlik faqirdir. Mujahid bu oyatning ma'nosi haqida mundaq dedi. U garchi faqir bo'lsa-mu, bir narsa tilab qo'lini tanglamaydigan kishidir. La ilaha illalloh Muhammad rasul. Ondan ular kirlarini tozlasın. Ya'ni ihromdan chiqqandan keyin chochlarini, tirnoqlarini olsin. Ali ibn Abu Talha İbn Abbas radıyallahu anhumaning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Kirlarini tozalash bo'lsa, ihromdan chiqish, chechini oldirish, kiyimlarini kiyish, tirnoqlarini ilish va atir chechishdek ishlardan iboratdir. Ata Mujahid, Ikrima va Muhammad ibn Ka'b qatorliqlarmu shundaq dedi. O'z ustiga olgan ibodatlarini ado qilsin. Ali ibn Abu Talha ibn Abbas radıyallahu anhumaning bu oyatdan hajga borg'uchining qurbonlik qilish yuzasidan nazr qilishga otagan to'gini o'ltirishi ko'z tutiladi deganligini rivoyat qildi.
Kadimi beyt, yani Beytullah'ını tavap kılsın. Mücahit mındaq dedi. Bu tavaptın heyit günü şeytanğı taş itip bolğandan keyin heyit günlerinde kılındıgan perz tavap köz tutuldu. İbni Ebu Hatem Ebu Hamza'nın mındaq deganligini rivoyat qildi. İbn Abbas radıyallahu anhuma bana sen Hac suresini oqamsan, Allah Teala bu surede kadimi beyt, yani Beytullah'ını tavap kılsın dedi. Şuna hac faaliyetlerinin en ahırda kılındığını Kabe'ni tavap kılıştır dedi. Men Peygamber aleyhisselamı şunda kılgan Peygamber aleyhisselam heyit günü Arafat teğidin Mina teğiğe qaytıp kelgende o yerde kılıdığan hacның faaliyetini şeytanğa taş itişten başlap şeytanğa 7 tane taş attı. Ondan kurbanlıqni boğuzlap çeçini düşürdü. Ondan haremge qaytıp düşüp Kabe'ni tavap kıldı dedim. İmam Bukhari ve Müslim İbn Abbas radıyallahu anhumanın mundaq deganligini rivoyat qiladi. Peygamber aleyhisselam kişilerinin hacdaki en ahırkı faaliyetinin Kabe'ni tavap qilish bo'lishini buyurdi. Lekin o hajdar ayollarga yengilletip berdi. Kabe'ni tavap qilganda Kabe'nin biqinidagi hatim deb atiladigan birer metr egizlikda qo'pirilgan tamnımı bildi tavap qilish lazım. Çünkü o tamның içimi İbrahim aleyhisselam sağan Kabe'nin içide baydı. Keyingi davrlarda Qurayshlar Kabe'ni qayt sağanda Kabe'ni selishqib pul yetishmaganlikdan Kabe'den tamgıcı bo'lgan orliqni Kabe'den chiqirib etib sağan. Şuna Peygamber aleyhisselamı Kabe'ni tavap qilganda şu tamның teşidin tavap qilib, bu tamdan tatib Kabe'gacha bo'lgan orliqmi Kabe'ning ichiga kirdi degan. Peygamber aleyhisselam Şam tarafdagi Kabe'ning ikki qirini selimidi. Çünkü o ikki qir İbrahim aleyhisselamning qoidasi bo'yicha selinmagan edi. Qatada Hasan Basri'nin mundaq deganligini rivoyat qiladi. Kabe qadimi beyt deb ataldi. Çünkü o kişilerinin ibadet qilishi uchun selingan tunji uydur. Abdurrahman ibn Zayd ibn Aslammu shundaq dedi. Ikrima Kabe shundaq deb ataldi. Çünkü o Nuh aleyhisselamning zamanında bo'lgan tufan balasidan qutulib qolgan dedi. Husayf Kabe shundaq deb ataldi. Çünkü hech bir zo'migar onun ustidan g'alaba qilolmagan dedi. Elhamdülillah, Allah şükürler olsun. Yuqorida Hac suresi tafsiridan 29. oyatgacha angladinglar. Oxirini keyin qitimli o'qishimiz davomlashtiramiz inshaalloh. Va sallallohu ala Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.